tez orada Qo'qonda yangi milliarder balacha otilib chiqadi. Javob. Ya ha o'g'iltoy, nimaga javob bo'lyapti endi? Aytib bering-chi bizga. Miyaga biznes olgan jinnisi kelib qoldi-yu. Agar mana shu aytgan ishga o'xshasa, milliarder bo'lib ketamiz, tasavvur qiling. Mashinalarda. Qani reja, ayt-ki, ayt. Bo'lmasam rejani istayli. Bankdan bitta kodda kredit olaman. Keyin o'sha kreditga bankda o'zini sotib olaman. O'shanda xo'jayin kim bo'ladi? Ha, siz bo'lasiz-da o'g'iltoy. Ha, ana. O'zim qarzimdan kechib olaman, bank menga qoladi. Mazali yashayman. Bir hafta o'z qachon keladigan endi. O'brachishga, qayerga borasan? Navoiyga boraman, aka. Tashab qo'yaverasizmi? Sen o'tirib tur, do'konga kirib chiqsam, keyin tashab qo'yaman, xo'pmi? Xo'p. Ju. Akaxon qayerga shu ketishdi? Mahallaga yangi chorsiga. Keting 5 mingga tashab qo'yaman. Ha, bo'pti, yur. Mana aka, chiqing. Hammani piyoda tashab qo'yasanmikin deb o'yladim. Yo'q, aka, to'lab oldimni. Ma. Bo'l. Keting bo'lmasam aka. Sekir oyi, kachish olib ketgan yo'q-ku. Ha, ama aka mahallangiz ham dakur-dukur ekanda. Men Rossiyada ishlab yurganimda tezda degan ilovadan tashardim uyga pulni. O'shandan tashab bankka borib yotasanmi? Bo'pti. Bo'ldi aka, keldik. Mana, kel. Tushirish. Rahmat. Ha, qalaysan? Nima mana soqol? O'zingni juning bilan davlat junni aralashtirma. Only you. Ha! Qizcha yoqib qoldimi? Odamni sharmanda qilib baqiraverma, qiz ishlab qoldi, xo'jaz. Uzr. Qara, suv ichib turganda ana tepasiga e'tibor ber. Yurtim degan yozuv bo'lsa, o'sha eng zo'ri bo'ladi. Nimachamiz dovcha ketaveradimi? Ha. Amaki, mana suvni ikkita muzligidan bering. Mencha baqirasan, sekinroq gapiraver, karbasma. Amaki, parvo qilmang, bu tug'ilganlik kalonkan ustiga tushgan. Tug'ma baqiradi. Shunaqamidi? Hozir-a? Amaki kirganda foydalanib, suvlarda olib qochib ketaveraylik. Qo'y joyiga. O'g'ri. Hay barakallah. Xullas bizda Husan akaning uylarida hashar bo'lyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Ha. Biz mehnatda. Yangi video qo'ydik. Kirib ko'rib, layklar, bu podpiskalar bosinglar, aytib qo'ying shuni. Yangi video qo'ydik. Kirib, like bosib qo'yinglar, yangi bo'lsalaring podpiska bosib qo'yinglar. Har doimgi aktivlardan bo'lsalaring kommentariya yozib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Biz hasharda endi nima ishlaymiz? Nima qilmoqsin? Tanilishimizda arkasida turgan. Yo'q, qanday tushuntiraylik? Albatta Husan aka. Husan aka, videochilarda ham anonsi bo'lardi-yu. Nima derdi? Maqomi bo'ladi-yu, yaxshi bitta. Ustoz deymiz sizga biz. Ha. Videochimiz nima deymiz? Siz bizni ko'targansiz, operator ham nimadir deydi. Hamma sohada ustozi bo'ladi. Operator oddiy ishchi. Aka? Ana. Yuklashyapti hamma narsani. Bitta hali yana ko'p narsalar bor. Bu soatmi? Ana soat. Jon aka, charchamadingizmi? Bu ish emas bizga aka. Maqtanmayman. Ya, biz qilayotgan ishlar oldida bu ish emasda. Hozir mana uni ko'pini men o'zim toshladim. Bular to'yragilar ozgina qarashdi xolos. Husan aka. Husan aka gilamoqchi qilyapti. Ki, Husan aka, ana. Hoppa. Ha. Endi kiraman dedim podezga. Husan aka o'zlari chiqib qoldilar. Ikkita kichkina gilamcha bor, olib tur. Ana. Ana.